Yevropa Parlamenti ve 19 davlat parlamentidagi 50 dan ortiq vakil ve Kengash palata a'zosi Xitoyning xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpolning 13 kishilik ijroiya komitetiga nomzodlikka ko'rsatganligiga qarshi chiqdi. Parlament a'zolari Xitoy hukumatining Interpolning qizil ranglik ogohlantirishidan foydalanib, chet eldagi Xitoy o'qituvchilarini arz qilganligini o'tirib qo'ydi. Parlament a'zolari mundaq dedi: Xitoy amaldorlari Xu Binchengning ijroiya komitetiga saylanishi Xitoy hukumatining Interpol huquqini suiiste'mol qilishiga yeshil chiroq yiqildiganligidan derak berdi. Chet elda yashaydigan necha minglagan Hongkongliklar, Uyg'urlar, Tibetlar, Tayvanliklar va Xitoy o'qituvchilarini texmo cho'ng xatarga duchor qiladi. Xitoyda Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchilar sonining eshishi bilan qo'rqinchli ishlar yuz berdi. Xitoyning sharqiy shimolidagi Liaoning o'lkasining Dalian shahridagi bir universitetda paydo bo'lgan yuqum sababidan 11 mingdan ortiq o'quvchi karantinaga ilindi. Bir yılda ötküzülgen Avrupa İttifaqı diplomatiya ministerleri yığınında her qaysi devletler O'rta Sharq devletlerden kelgen köşmellerinin Avrupa İttifaqı chegarasiga to'shilishida rol o'ynagan Belorussiya amaldorlariga jazo yurgizishga qo'shildi. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning maslahatchisi Steve Bannon majlisga besib kirish jinoyati bilan aybnoma tayyorlangandan keyin Federatsiya tekshirish idorasiga taslim bo'lgan. Amerika matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, Bannon to'nugin degan Federatsiya tekshirish idorasi xodimlariga taslim bo'lgan va shu yerda tutib turilgan. Hindiston Oliy sud mahkamasi doiralaridan poytaxt Yangi Dehli va atrofiga ta'sir ko'rsatayotgan havo bulg'anishiga qarshi jiddiy tadbir qo'llanishi talab qilindi. Bu tadbirlar orasida amal bar uyda ishlash taklifimi bor. Fransiyada davlat bayrog'idagi ko'k rang o'zgartirildi. Elisi Sari Prezident Macronning 2020-yili chiqarilgan qarori bilan bayroqdagi ko'k rangni qiyniq ko'kka o'zgartganligini dalilladi. Ammada e'lon qilinmayla elib berilgan bu o'zgarish inqos qo'zg'adi. Amerika Olam qatnashi idorasi NASAning bayonotiga qaraganda, xalqaro olam punkti Fungyun birisi havo royi sun'iy hamrohidan qolgan bir axlat partisining o'ziga qarab yo'tkilishi sababidan orbitasida jiddiy o'zgarish hosil qilgan.